Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va tinglovchilar. Men Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, qurilish va irrigatsiya fakulteti, bino va inshootlar qurilish kafedrasi o'qituvchisi Husanova Malohat Megnorovna bo'laman. Hozir men sizlarga maketlarni yaratishda zamonaviy texnologiyalar, ya'ni 3D bosib chiqarish va lazerda kesish mavzusini e'tiboringizga havola etaman. Bu mavzuda sizlar quyidagilarni bilib olishingiz mumkin. Lazerda kesishga ehtiyoj, zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari, arxitekturaviy maketlar yaratishda zamonaviy texnologiyalar punktlari bo'yicha ma'ruzamda ma'lumotlarni kuzatib borishingiz mumkin. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi turli sohalarda yangicha yondashuvlarni shakllantirmoqda. Ayniqsa, maketlar yaratish jarayonida 3D bosib chiqarish va lazer kesish texnologiyalarining samaradorligi oshmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida murakkab shakllar, yuqori aniqlikdagi detallar va estetik jihatdan sifatli maketlarni qisqa vaqt ichida yaratish imkoniyati mavjuddir. Maketlar yaratish jarayonida so'nggi yillarda texnologik rivojlantirish tufayli tubdan o'zgaradi. An'anaviy qo'lda yasash usullari o'rnini tobora 3D bosib chiqarish, 3D printing va lazer kesish kabi yuqori aniqlik va tezlikka ega texnologiyalar egallamoqda. Bu usullar arxitektura, muhandislik, sanoat, dizayni, ta'lim va san'at kabi ko'plab sohalarda qo'llanilmoqda. 3D bosib chiqarish nima va uning afzalliklari? Ya'ni 3D printing raqamli model asosida qatlam obyekt yaratish texnologiyasi. Ya'ni kompyuterda tayyorlangan 3D model maxsus printerga yuboriladi va printer materiallarini plastik, qatron, gips va boshqalar qatlamasmon tarzda chiqarib, real maketni shakllantiradi. Buning afzalliklari esa murakkab shakllarni oson yaratish, qo'lda yasashning imkonini bo'lmagan elementlar ham chiqariladi. Tezkor ishlab chiqarish, dizayn kiritilishi bilan bir necha soat ichida tayyor mahsulot ishlab chiqiladi. Arzon prototiplash tajriba maketlari yoki kichik modellar arzon narxda olish imkoniyatini yaratadi. Aniqlik millimetrgacha aniqlikdagi detallarni yaratib beradi. Lazer kesish nima? Lazer kesish yuqori qavatli lazer nuri yordamida materialni kesish yoki o'yish texnologiyasidir. Kompyuterda tayyorlangan chizma lazer kesish stanogiga yuboriladi va u yog'och, plastmassa, karton, akril, metall kabi materiallarda aniq kesimni hosil qiladi. Buning afzalliklari nima? Buning afzalliklari juda yuqori, ya'ni aniqlik, chiziqlar juda tekis va toza bo'ladi. Tez ishlash, katta hajmli elementlar qisqa vaqtda kesiladi. Ko'proq material bilan ishlash karton, MDF, ya'ni akril va hokazolardir. Takrorlanuvchanlik bir xil detallarni oson nusxalash mumkindir. 3D printerining va lazer kesishning maket yaratishdagi o'rni. Ko'pincha maket yaratishda ushbu ikki texnologiya bir-birini to'ldiradi. Bunda ularni uyg'unlashtirish orqali murakkab va chiroyli maketlar, yuqori va aniqlikdagi prototiplar, arzon va tez ishlab chiqariladigan ko'rgazmali modellarimizni yaratish mumkindir. Zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari: ishlab chiqarishning optimallashuvi, ketma-ket va tezkor modellashtirish imkoniyati, xatolarni kamaytirish, raqamli dizayn tufayli qo'lda yasashda uchraydigan xatoliklar deyarli yo'q bo'ladi. Ijodiy imkoniyatlar kengayishi, oldin yasashning iloji bo'lmagan shakllarni endi oson yaratadi. Kichik seriyada ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Bundan tashqari esa karton, plastik, MDF, akril, shisha va metall kabi materiallar bilan ishlash imkoniyatini oshiradi. Bir xil detallarni ko'p miqdorda ishlab chiqarish qulayligi, ya'ni bundan tashqari esa dizayn elementlarida nozik bezaklar yaratish imkonini yaratadi. Lazer kesishning qo'llanilishi. Maket yaratishda lazer kesish devor qismlari, ya'ni karkaslar, panellar, fasad,
detallarini tayyorlashda eng qulay texnologiya hisoblanadi. Shuningdek, reklama mahsulotlari, suvenirlar, ya'ni bundan tashqari esa dekorativ buyumlar tayyorlashda eng qulay zamonaviy tarzda chiqarib beradi va bu jarayonda qo'llaniladi. Zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati 3D printer va lazer kesish maket yaratish jarayonida quyidagi ustunliklarni ta'minlaydi. Bu vaqtda esa vaqt tejaladi, an'anaviy qo'lda ishlarga nisbatan bir necha baravar tez bo'ladi, xatolar kamayadi, raqamli modellar aniq va takrorlanuvchan bo'ladi. Bundan tashqari, talabalarning ijodiy fikrlashi rivojlanadi. Cheklanmagan shakllar yaratish imkoniyati mavjud bo'ladi. Loyihalar sifatini oshiradi. Taqdimotlarda vizual tushunarlik ortadi. Arxitektura maketlarini yasashda zamonaviy texnologiyalar, ya'ni bunda arxitektura maketlari, binolar, inshootlar va shahar tuzilmasining kamaytirilgan modeli bo'lib, loyihalash jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ular orqali esa bino shakli, hajmi, joylashuvi va umumiy kompozitsiyasi aniq tasavvur qilinadi. Hozirgi kunga kelib esa arxitektura maketini yaratish jarayoni an'anaviy qo'lda ishlash usullaridan tashqari zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan boyitilgan bo'ladi. Bunday texnologiyalar maket tayyorlashni tez va aniq estetik jihatdan mukammal qiladi. Arxitekturaviy maketlar yaratishda ko'p qo'llanadigan asosiy zamonaviy texnologiyalar 3D bosib chiqarish, ya'ni lazer kesish, kompyuter grafikasi hamda SNS stanoklari hisoblanadi. SNS stanoklari kompyuter boshqaruvi, kesish texnologiyasi, maketning yog'och plastmassasi yoki ko'p qatlamli plitalardan iborat murakkab qismlarni 3 o'lchovli tarzda qayta ishlashga imkon beradi. Bu texnologiya yirik, qalin yoki maxsus shakldagi detallarni tayyorlashda samarali hisoblanadi. Ko'p bosqichli SNS mashinasi bu nima? Ya'ni ko'p bosqichli SN router mashinasi bu sanoatda SNS mashinasining bir turi bo'lib, bu bir vaqtning o'zida bir nechta shpendellar bilan turli loyihalarda bir xil naqshni kesish va o'yish mumkin. Bu ishlov berish tezligini sezilarli darajada oshiradi va bir vaqtning o'zida bir nechta qurilmalarning ish samaradorligini yakunlaydi. Ishlov berish hajmi katta bo'lmagan, ba'zi hollarda esa bitta shpendel ham mustaqil, samarali va ishlab chiqarish xarajatlarini oqilona boshqarishi mumkindirlar. Partiyani qayta ishlash mahsulotning mustahkamligi yaxshi va sifatli yuqori bo'lib, ishlab chiqarish uskunalarini sotib olish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Bundan tashqari esa bitta mashina ko'p maqsadli va tejamkor va arzon tushadi. Zamonaviy kompyuter dasturlarida AutoCAD, SketchUp, Revit va 3D Max maket tayyorlash jarayonining raqamli asosini yaratadi. Ushbu dasturlar yordamida modelning har bir detalini aniq chizish, o'lchash, tahlil qilish va printer yoki lazer kesish moslamasiga tayyor formatda eksport qilishi mumkindirlar. Bu mavzuni yakunlar ekanman, quyidagi xulosa bilan yakunlayman. Ya'ni maketlarni yaratish zamonaviy texnologiyalar, 3D bosib chiqarish va lazerda kesish usullaridan foydalanish dizayn, arxitektura va muhandislik sohalarida yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Ushbu texnologiyalar an'anaviy maket tayyorlash usullariga nisbatan yuqori aniqlik, ya'ni tezkorlik va murakkab shakllarni oson amalga oshirish imkoniyatini beradi. 3D bosib chiqarish orqali hajmli va murakkab konstruksiyalarni qisqa vaqt ichida yaratish mumkin bo'lsa, lazerda kesish tekis materialdan aniq va silliq elementlarni tayyorlashda samarali hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar maketlarning sifatini oshirib, inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytiradi hamda ijodiy yondashuvni kengaytiradi. Bundan tashqari, vaqt va moddiy resurslarni tejash, takroriy ishlov berish imkoniyati va ekologik jihatdan samaradorlik kabi afzalliklari ham muhim ahamiyatni kasb etadi. Natijadan
3D bosib chiqarish va lazerda kesish texnologiyalaridan foydalanish maket yaratish jarayonini yanada samarali, innovatsion va zamonaviy talablarga mos holda keltiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.